Do'stlar, assalomu alaykum. Men shunaqa bir odamni ko'rdim hozir. U odam men ishlayotgan joyning prezidentini oldida ishlaydi ekan. Yonma o'tirib boshqa qilib ishlaydi. Vali premyer ministermi, nima vazirmi bilmayman. Ishoninglar, shunaqa zo'r odam ekan. Hattoki mashinasi yo'q, taksi deylar ekan, ishoninglar. Shunaqaligi siniq odam ekan. Hammaga telefon qilib, darrov yangilik bilan nima gap, oilang hamma yo'q, tinchmi, zo'rmi? Yana bittasi telefon qiladi. Assalomu alaykum, yaxshimisiz, tuzdingmisiz? Amin, mana shu yerda mana sizni uslugingizga hammasi tayyorman, qarochi. Siz bilan har doim atnashinamiz yaxshi, doim shunday bo'lib qoladi. Yo'q, voy, shunaqa ko'p gapirdi, ishoninglar. Ammo muomalalik men uni paxta qo'yish demayman-ku, muomalasi chotka ekan. Muomala вообще chaman ekan. Mana bizning klientlarimiz kelib qoppan. Ana. Mana shu olsa kerak bizning klient. Eli ana umikina. Bilmayman qaysi biri ekan. Atak men keldim. Ana xotin bo'lsa kerak edi. Bir gap bo'lar endi.